yaxshilab o'tirib joylashib qo'yinglar. Hozir sizlarga shunaqa katta hashamatli qasr uyimizni video obzorini qilib beraman. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinada joylashgan. Fasadlarimiz polностью travertin toshdan qilingan. 700 kvadrat metr, orqasida basseyn saunalar joylashgan, spa zonalari bor. Bu asosiy kiradigan eshigimiz, yozgi oshxonamiz joylashgan bu yerda. Bu yerda kattagina garajimiz bor. Ikkita mashina bemalol qo'ysa bo'ladi. Ko'rayotganingiz hamma yoq tosh qilingan. Ikkita chetda katta zeleniy zonasi ham bor. Xo'p, endi sizlarga hozir uy ichini birin-ketin tanishtirib o'taman. Qani ketdi. Bo'ldi shekilli. Uyga kirishimiz bilan katta hol kutib oladi bizani. Qaraylik. Juda ham chiroyli chiqqan, sifat bilan qurilgan, shunday bilinadi. Polностью terma romda qo'yilgan. Mana bu yerda stroyniy shkaflar bor, podsvetkalari bilan, biokaminilari, qaraylik, juda ham zo'r. Haqiqiy sifat bilan puliga arziydigan uy bo'libdi. O'ng qo'limizda katta garderobli shkaf qilingan. O'ng qo'limizdan boshlaymiz. Oshxonamizga bitta baho beramiz. Ranglarni qaraylik, juda neobычный chiqqan. Stolichnlarimiz, astrologlarimiz hammasi kvarts toshlardan qilingan, original. Bosh texnikada qo'yilgan, funksionalniy idishda yuvadigan narsalari qo'yilgan, polностью ko'ryapsiz. Panoramli oyna. Juda ham zo'r chiqqan, havas qildim, lekin hammamizga nasib qilsin. Обязательно like bosinglar bu videoga. Xo'p, o'ng qo'limizda katta zal. Zalimiz juda ham katta haqiqatan ham. Orqada spa zonasi bor, qaraylik, o'rtada ham kichkina zeleniy zona tashkil etilgan, ikki tomonga qarab turadigan. Ikkita lustra, juda ham chiroyli televizor o'rni bu yerda joylashgan. Har bitta xonada termodatchiklari bor, alohida kontrol qiladigan. Hop, ozgina chalishlari qolganiga bu yerda gostiyoy hojatxona bo'ladi. Mana bu yog'imizda ota-onaga mo'ljallangan spalnya. Spalnyamiz o'zining ichida alohida sanuzli bor. Albatta hammasi sifat. Videomiz ozgina cho'ziladi. Bu yerda ham stroyniy shkaf yasatilgan, orqa hovliga qaragan oynalari bor. Hop, endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda ham katta koridor bo'ladi, ko'ryapsiz, juda ham katta. O'ng qo'ldan boshlaymiz. Domofonlar ham o'rnatib ketilgan. Bu ikkita chetda детский spalnalarimiz bo'ladi. Vashi katta degan, kichkina balkonlari ham bor, panoramli oyna. Bu yerda kattagina balkonimiz bor. Yana bitta детский spalnamiz qiz bolalarga mo'ljallangan. Xo'p, endi keyingi xonaga o'tamiz. Tepada 4 ta xona, 3 ta sanuzli bor. Mana bu yerda общийsi joylashgan. Noodatiy rangda tanlangan ekan, jakuzilar ham qo'yib qo'yilgan. Hop, to'rdagi ota-onaga mo'ljallangan spalnyamiz. Orqa hovliga qaragan, juda chiroyli chiqqan. Hop, bu yerda terrasamiz ham bor. Marhamat. Hop, bu yerda o'zining ichida birinchi garderobnisi bo'ladi. Garderobnisi ham kattagina. Sanuzolga o'tib ketilinadi. Sanuzol anchagina katta ekan. Kartinkalar ham yozib qo'yilgan, chiroyli qilib, hammasi cho'tga qilib qo'yilgan, gрамотный qilib. Bu yerda ikkinchi ota-onaga mo'ljallangan spalnyamiz. Razmerlari anchagina yaxshi, kattagina. Hop, bu yerda birinchi garderobniy bo'ladi, yana bitta kattagina. Juda ham gрамотный chiqdi. Sanuzli. Shu kabina qilingan. Hop, endi orqa hovliga o'tamiz. Hop, qaraydi, spa zonasiga o'tish uchun holdan kirib kelganda zina, podolga tushib ketadigan zinamizdan bu yerga o'tamiz. Juda ham boshqacha proyekt qilingan ekan. Bu yerga podollar tushib ketiladi. Mana bu yerda bo'lsa basseynlarimiz joylashgan. Kirganda kattagina joy bo'ladi birinchi. Bitta tomonga o'tiriladigan zonasi. Orqada kattagina hovlisi bor, zeleniy zona, раздвижной oynalar qo'yilgan, basseynimiz juda ham zo'r chiqqan. Basseynimiz razmeri 8 ga 4. Kattagina qilingan. Xo'p, hamma yoqda oyna. Bu yerda turistik hammomimiz joylashgan, bu yerda sanuzolimiz joylashgan. Endi podol qismiga o'tamiz. Hop, podolga ham tushib oldi. Tushganimizda chap qo'ldan boshlaymiz. Katta zal qilingan. Ikkitalab oynasi bor. Konditsionerlar hammasi qo'yilgan. To'pli pol bo'lgan, polностью o'rtada bitta kichkina garderobni uchun joy tashib ketilgan. Yonida yana bitta katta xona bu. Hop, fitness zal qilib qo'yish uchun oynalari bilan chiroyli qilib qo'yilgan.
Hop, bu yerda yana bitta xonamiz bor. Podvalimiz ham yaxlit foydalanilgan kattagina xona. Ham bu yerda kotelniy xonamiz bor edi. Kotelniy xonamizda hammasi umniy qilingan. 3 taraf kotel, boiler, ham bu yerga samozoh qo'yilgan. Hovlidan tushib chiqsa bo'ladigan alohida eshigi bor. Tegida yana bitta texnik xonamiz bor. Hop, biz Mirzo Ulug'bek tumani Nikitinada bo'ldik. 6 sotu, 700 kvadrat. 6 ta xonasi bor, plus podvallari ham bor. Narx opisaniyada bo'ladi. Qiziqadi telefon qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.